IELTS 4 ta sectionda ham 9 olishga yordam bergan menga maslahatlar va ular bilan hozir sizlar bilan ulashaman. Birinchidan reading. Readingni siz 9 ga chiqarmoqchimisiz? Eng zo'r narsa bu vocabulary ustida ishlash. Bu texnikalar emas, strategiyalar emas, time management emas, yo'q vocabulary, chunki qancha ko'proq so'z bilsangiz, o'shancha tezroq passageni tushunib, savollarga javoblarni ham tezroq topa olasiz. Ikkinchi section bu listening. Listening uchun men sizga beradigan maslahatim bu juda ham ko'p iloji boricha juda ham ko'p listening ishlash, ya'ni taxminan 20, 22, 25 topadigan bo'lsangiz, iltimos kuniga 2 ta, 3 ta, 4 ta listening qiling, juda ko'p vaqtingizni olmaydi. O'sha 3 ta, 4 ta listening qilganingizdan keyin hech bo'lmasa bittasini tahlil qilib chiqing, har bitta xatoni tekshiring. Writing qismida sizga 100% kerakli narsa bu ustoz. Bironta inson ustozsiz writingdan 8, 8.5 yoki hattoki 7.5 olmagan deyarli bironta inson. Juda kamlar ola oladi. O'sha uchun sizga beradigan maslahatim yoki kurs yoki ustoz yoki YouTube'dagi native tomonidan yozilgan darsliklarni ko'rib chiqing. Oxirgisi va sizlarni eng yaxshi ko'radigan sectionlaringiz bu speaking. Speaking uchun men beradigan maslahatim bu albatta shunchaki o'zi speaking qilish, ingliz tilida xohlasangiz, partnyor bilan xohlasangiz, ustozingiz bilan xohlasangiz, ChatGPT bilan ham speaking qilishingiz mumkin. Javoblar ham yodlashga harakat qiling. Juda ham foydali narsa boshida, lekin keyinchalik speakingni shunchaki randomniy, spontanniy, tasodifiy savollarni olib, tasodifiy savollarga javob berishga harakat qiling va IELTS Speaking app ilovasini yuklab oling. U yerda eng oxirgi, eng ko'p beriladigan savollarni topsangiz bo'ladi. O'shanga tayyorgarlik qiling. Agar bu video sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, podpiska tashlab qo'yamiz.